Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillahi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Robbi zidna ilman. Hop, biz tahrij fani ikkinchi yo'li, ya'ni hadislarda lafzlari bilan topish yo'li bo'yicha bitta kitob Mawsuat atrof al-Mu'jam mufahrij li alfaz hadis nabaviy degan kitobni boshlagandik. O'shandan hadislar topishlik yo'llarini. Demak, buni asosiy muallifi demak Yif Finsk rahbarligida qilingan. Unga arablardan ustoz demak Muhammad Fuat Abdulboqiy rahmonalloh qatnashgan dedik va o'sha kishi bu kitobni arab tiliga tarjima qilib arab tilida bergan. Keyin va mana shu kitobni biz nimaga keldik? O'sha darsimiz o'tganda hop. Men bu yerda iholani o'tadigan, ihola haqida ham gaplashdik. Al-Mu'jam va Sahobiy degan joy. Buni ham gapirib ketamiz. Bu haqida ham gapirdik biz, yana gapiramiz, takror bo'lsa ham. Sabaqan qultu laka fil muqaddima innal hadisa yusamma bi ismi sahabiy alladhi rawahu walau talaba minka takhrij hadisi Abi Hurayrata. Masalan, biz izlayotgan hadisimiz Abu Hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilingan. Biz mana shu Abu Hurayra roziyallohu anhu hadisini izlayapmiz. Man kadaba alayhi mutamin falyatu maqadahu minan nar degan hadisda. Lekin biz mana shu hadisni Abu Hurayra roziyallohu anhu hadisini izlayotgan paytimizda bu kitobga murojaat qilganimizda bu kitobdan biz aytdik maqadahu yoki falyatabawwa degan joydan mutaammidan degan so'zni izlab borsak, bu yerda sahobiyni bermaydi. Umuman sahobiyni bermaydi. Sahobiyni bermaydi. Mana shunda majbur bo'lamizki, buni falyatu maqadahu minan narda tepada misollar bilan berdi. Mana shuni izlaganimizda buni birinchidan boshqa sahobiylardan chiqishi mumkin. Masalan, Anas roziyallohu anhudan kelgan bo'lsa deyapti, yoki Zubayrdan kelgan bo'lsa, yoki Alidan kelgan bo'lsa, bu biz izlayotgan hadis emas, aynan biz Abu Hurayra roziyallohu anhu hadisini izlayapmiz. Lekin bularda ham muhmal qilmaymiz, bundan ham foydalanamiz. Bular shavohid sifatida foydalanamiz. Lekin biz asos izlayotgan hadisimiz Abu Hurayra roziyallohu anhu hadisi edi. Lekin bularda ham shavohidlari chiqdi. Demak, bizga ikkinchi darajali masala hozir bu masala. Sahobani demak biz bilamiz. Yo, sahobiyni bilamiz, ha. Izlayotgan joyimizda biz mana falyatu maqoh minan nar degan hadis izlayotgan paytimizda bularning ham hadisi chiqib qoldi. Bizga ya'ni raviy kerak. Imom Buxoriy va Muslim kim rivoyat qilgani? Yo, undami bizga sahoba Abu Hurayra roziyallohu anhu sahobaning hadisini biz izlayapmiz. Hozir bizga talab qilingan narsa mana shu. Abu Hurayra roziyallohu anhu hadisini kerak. Biz izlayotgan joyimizda Alidan, Zubayrdan, yana Anasdan mana shu hadislar keldi. O'zi bu mutawatir hadis, to'g'rimi? Mutawatir bo'lgandan keyin o'nlab sahobiydan rivoyat qilingan bo'ladi. Kamida o'nlab bo'lmasa yuzlab sahobiydan nima qilingan, rivoyat qilingan bo'ladi. Demak, biz mana shu bir nechta sahobadan kelgandan keyin biz birinchi o'ringa Abu Hurayraning hadisini izlayotgandik. Bularda ham topdik. Bizga hozir bular nima emas, muhim emas. Lekin shavohidga kerak bizga. Muhim emas degani umuman kerak emas degani emas, shavohidga. Lekin bizga aynan Abu Hurayraniki birinchi o'rinda kerak. Ikkinchi yana aytdik, mana shu lafz bilan izlagan paytimizda nima deydi? Man idda'a qawman laysa lahu fihim nasabun falyat maqadahu minan nar. Bu hadis ham chiqishi mumkin dedik. Bu umuman bizga tegishli bo'lmagan hadis. Biz matni boshqa bo'ldi. Lekin oxirida mana shu qismi, mana shu jumlasi bir xil. Demak, bu hadis bizga umuman kerak emas bu hadis. Yana bitta hadis chiqishi mumkin ekan, man kadaba fi ru'ya muta'ammidan falyataba maqadahu minan nar. Bu hadis ham chiqib qolishi mumkin. Demak, bu ham bizning hadisimiz emas. Mana shunaqa qiyinchiliklari bor. Ba'zi shunaqa nimalari borki, biz hadis izlash jarayonimizda mana shunaqa duch kelamiz. Endi bu kishi sahobiy misolida aytayaptiki, bizga faqat Abu Hurayraning hadisi kerak edi. Boshqa sahobiylardagi masalan bizdan talab qilinmagan. Masalan, sizga kimdir aytgan, mana shu hadis sahihmi deb so'rayapti. Aynan Abu Hurayraning isnodi bilan kelgan hadislardir. Siz o'shani izlagan vaqtingizda bular chiqib qolsa, bu bizniki emas deymizda. Mana shunaqa nimalari bor. Va huna aqulu laka innal mu'jam mufarriz li alfaz al hadis nabiy fa huwa al kitab الذي نتحدث عنه
لا يعتقد بالصحابي فهو يذكر لك مواضع ورود هذه الجملة من الحديث دون بيان الصحابي. Yani bu kitob bizga nima qilar ekan? Sahobiyni bayon qilmasdan umuman mana shu mavzudagi, mana shu mazmundagi mana shu biz izlayotgan lafzga tegishli bo'lgan hadislar hammasini chiqarib beradi. Ya'ni topolmaysiz ayni o'zini demoqchiman. Yo'q, aynan o'zini topamiz. Faqat ozgina izlab ko'rishimiz kerak. Ko'rsatilgan narsalar hammasini bitta-bitta erinmasdan ko'rib chiqishimiz kerak. Masalan, mana shunga vaqt oladi. degan desa, biz Buxoriyning kitobini ko'ramiz. Ya'ni bu Abu Hurayra bo'lsa bo'ldi. Abu Hurayra bo'lmasa keyingisini. Ana ko'rsatilgan adreslarni hammasini bitta tekshirib chiqishimiz kerak bo'ladi. Chiqqandan keyin ham yana boshqa joylardan bo'lishi mumkin-ku. Hammasini berilgan bo'lsa, 10 ta berilgan bo'lsa, 10 ham ko'rib chiqamiz. Boshqa kitoblarda, masalan, Jami Sag'irda ham aytadigan, masalan aytadiki, Jami Sag'irda masalan falat maqodim minan nar degan hadisni misol keltiradigan bo'lsak, man kadab alayhi mutab. O'shanda misol uchun aytayapman. Masalan masalan X mim masalan sin Abu Hurayra. Yana mim dal ta Tirmizi nima Anas deb ketgan. Ikkalasidan ham kelgan bo'ladi. Bundan ham bu sahobiydan ham bor, falon kitoblarda masalan Abu Hurayradan kelyapti. Falon kitoblarda Anasdan kelyapti deb uni ajratib berib ketgandi. Eslayapsizlarmi? Jami Sag'irda. Bundan unaqa ajratish yo'q. Hammasini bitta joyga beryapti, to'plab beryapsiz, uni bitta tekshirib chiqishingiz kerak. Vaqt oladi. Ozgina qiynalasiz, mashaqqat bo'ladi. Mana shu tomonlari, minus tomonlari bor. Unda ajratib bergandi. Bunda unaqa ajratish joyi yo'q. Mana shu tomonlari bor demoqchi. Mana shu yerda nima qilish kerak deb, fa alayka hina an tarja ila al-kutub allati bayyana wuruda hadhihi al-jumlati min al-hadis fiha. Bunda nima qilasiz? Hammasini bitta erinmay ko'rib chiqasiz. Ana shu tomoni bor bu kitobda. Tushunarli? Fama kana muwafiqan lil hadisga fa ma'nahu fi va fi rawihi al-a'la. في معناه وفي راوي الأعلى الصاوي فمن دونه إذا كان الحديث مرسلا. Xo'p, demak, ana shu izlagan paytingizda qaysi siz izlayotgan hadisga muvofiq kelsa o'shansini olasiz, muvofiq kelmaganini nima qilasiz? Yo'q ekan desizda uni olmaysiz. Mana shuna qilib bitta tekshirib chiqasiz ularni hammasini. Kutubul muajam desa, demak, mana bu muhim joyga keldik. Biz boshidan gapirib kelyapmiz. Bu qaysi kitoblar foydalanganligini, qaysi kitobda nimalarni, rumuzlarni berdi. Endi aytdikki, bu berilgan kitobda juzini beradi, safhasini beradi deyapsiz. Raqamli hadisni beryapti dedik. Hozirgi biz chiqayotgan mana bu yangi nashrlarga to'g'ri keladimi degan savollar bir necha marta o'zlaringiz ham so'radingizlar. Yo'q, to'g'ri kelmay qoladi. Muajam o'sha o'z asli hammasiga ishlatilaveradi. Lekin o'zini hadis to'plamlarida nima ekan? Alfavit bo'yicha berilgan hadislar. Muajam deganda ko'proq muallif o'zini ustozlarining shayxlarini nima qiladi? Alfavit bo'yicha yig'ib terib keladi. Ana shunga muajam deyiladi. Endi bu yerda umumiy ma'noda aytmoqchi. Umumiy kitoblarda hammasini aytmoqchi. Muajam kitoblar hozir, ya'ni mana bu kutubul muajam deganda nima desa, bu yerda umuman yo'q. Mana shu biz kitob o'qiyotgan kitobning oti nima edi? Al-Mu'jam al-Fahris deb nomlanadi. Ana shu mu'jamdagi foydalangan 9 ta kitob haqida gapiramiz. Tushunarlimi? Kutubul mu'jamda 9 ta kitobdan foydalangan dedikmi? Ana shu 9 ta kitobni qaysi nashrlardan foydalanganligini bitta gapirib chiqadi, tanishtirib chiqadi. Chunki biz ana shu bilgan nusxalarni topib nima qiladigan bo'lsak, biz qiynalmaymiz. Endi agar bo'lsa o'sha kitoblar. Bo'lmasa ham, lekin nima qilamiz? Baribir o'sha raqamli hadisdan foydalansak bo'ladi. Masalan, aytdiki, men mu'jamul yazkurulaka mana shu hadisni kim chiqarganligini, sahobadan kim chiqargan 9 ta kitobdan hadis chiqarganligini beradi. Mana bu hadisni qayerda kelganligini belgilab beradi dedik. Endi buning uchun nima qiladi? Bayonul kutubilati va raqamli hadisni Buxoriydagi kitobda va bobda raqamini beradi dedik. Termiz, Abu Dovud, Nasoiylarda, Ibn Majjahlarda, Dorimiylarda shunaqa beradi dedik. Bitta kimlarda qoldi?
Muslim, Muwatta, uchinchisi qaysi edi? Ahmad ibn Imom. Ahmadniki. Uchalasida boshqacharoq. Lekin aytdiki, mana bu Buxoriy, Termiziy, Abu Dovud, Nasoiy, Ibn Majah, Dorimiylarda 9tasida kitobni beradi, raqamli bobni beradi dedik. Bo'lsa nimasini beradi? Va fi zalika fi kulli kitabi illa fi kitab tafsir. Bular qaysida? Abdulhamid mana shuni gapirib ketdi. Bu hammasidami desa, yo'q, tafsir kitoblarida emas. Tafsir kitobda nimani berar ekan? Innahu yazkuru raqamus sura va raqamul hadis. Tafsirga tegishli bo'lgan joyida suraning raqamini va hadisning raqamini berib ketadi. Endi raqamus surati va raqamul hadis fiha. O'sha kitobdagi o'sha kitobdagi raqamni berib ketadi. Ya'ni surani raqamini. Buning uchun surani raqamini bilish kerak. Bizda odatda bu narsa odatlanmagan. Biz nimani bilamiz? Sura nomini bilamiz. Bizda qorilar Abdurahmoniydan yodlaydigan qorilar masalan nimani bobni porani boshini bilib ketadi. Falon bob qaysi juzga kelganda falon so'radi deb demaydi ular. Bizning poralar falon poradama deb qo'yadi. Masalan, falon avvali boshini aytib qo'yadi. Surani yarim bo'lsa o'sha joyini aytib qo'yadi. Falon poradama deb qo'yadi. Arablarda ham shunaqa bor. O'shandan bilib olamiz. Uni yodlagan odam biladi, bilmagan odam sura nomini aytmasa bilmaydi-da. Sura nomini xuddi shunga o'xshagan bular nima qilaring? O'sha surani raqamli hadisda berib ketadi. Surani beradi tafsir kitoblarida. Sura bobda o'rnatadi, hadis so'zi. Nimani? Tafsirda surani qo'yish bobda o'rnatadi. Masalan, Buxoriyni ochsangiz Muslimda tafsir kitoblari bor, to'g'rimi? Tafsir kitobida Termiziyda o'qigansiz, tafsir bormidi? Termiziyda, Abu Dovudda bormidi? Tafsir kitob bormidi Abu Dovudda? Ana shularda o'qigansizlar. O'sha Termiziyda bor aniq. Muslimda bor, Buxoriyda. O'sha nimalarda nima qilib bergan? O'sha tafsir sura falon deb ketadi. Sura nomini berib ketadi. To'g'rimi? Sura nomini beradi, shu suraga tegishli bo'lgan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadislarni berib ketadi tagida. Xuddi shunga o'xshash. Sura bu kishi nima qilmoqchi? Bu kitobda demak, Kitobul iymon, badil vahiy, kitobul ilm, tahorat, salat deb kelib manoqib deb keladi, lekin oxirida tafsirga kelgan paytda nima qilib berar ekan? Tafsir o'sha suraning nomini berar ekan, raqamli hadisni berar ekan. Mana shuni esdan chiqaramiz. Bu Buxoriy va Termiziylarda demoqchi. Bayanul kitob va raqamli hadis fi hadhihi kutubi fi sahih Muslimda, Muwatta, Maliklarda nimani beradi? Raqam kitobda va raqamli hadisni beradi dedik. Va bayanul juz yo'q, bob bu yo'qda ularda. Bayanul juz va safa Musnad Ahmad. Musnad Ahmadda juzini mana aytdik, katta harf bilan bergani, qalin katta harf bilan bergani bu juz, mayda harf raqamda bergani nimasi u? Safhasini beradi. Va yabqa savol ayyi tabatin min tabat hadil 20 tam tomni bittasini berib qo'yadi. Hozir bizda 52 ta tom bo'lsa, o'sha 52 tomga tushmaydi bu. Tushmaydimi? Yo'q. O'shani o'tganda aytdim, Musnad Ahmadda o'sha hozirgi nima edi? Shuayb Arnavutmi? O'sha Shuayb Arnavutning tahqiqida qaraydigan bo'lsak, ana shu hozirgi 52 ni Mamit chekkasiga masalan 265 deb yozib qo'ygan. Bu nimani bildiradi desa, mana bu foydalangan kitoblar bor-ku. Mana eski nimada chiqqan Misrda, Maymana Sultoniyada, Amiriya degan shunaqa nimalarda eski chiqqan nima bosmaxonalar bilan bir xil demoqchi. Bularnikini berib ketadi. Demak, o'shana bir degani o'sha eski bosmada mana bular foydalangan bosmadagi birinchi juz 263-bet degani. Xuddi mana bunga o'xshatib. Men yoniga Shuayb Arnavut hozirgi zamonaviy 52 mujallad bo'lib chiqqanida bo'lsin, boshqasida bo'lsin, mana shunaqa berib ketadi. Demak, mana shundan siz eski kitoblarda masalan mana bunda chiqsa, demak, buni qanday qilib izlaymiz hozir mana 1:51 deb qo'yibdi. Buni biz nima qilamiz? Hozir nimadan izlaydigan bo'lsak, hadis raqamini bermagan, biz nima qilamiz buni?
hozir zamonaviy nashrga borganimizda betini nimasini izlaymiz. Mana shu yoniga qarab ketaveramiz. 1.51 da izlaymiz mana yonidan. Faqat mana hoshiyasini. Ikki chekkasiga yozib ketaveradi. Juzni ashu yozib ketadi mana. Ha, mana bu eski raqamni berib ketgani. O'sha Shuayb Arnovut tahqiqida. Demak, mana shunga qarab 1.51 ga kelganimizdan keyin 1.51 bir nechta bet bo'lishi mumkin. 3 bet, 5 betdan keyin 1.52, ya'ni 3-4 betdan 1.53 ketadi. Bu degani u katta kitob bo'lgan. Hozirgi Fuat Arnovut tagida ta'liqotlari bilan bu 5 bet, 6 bet, 10 bet bo'lib ketishi mumkin. Ta'liqot ko'p kamligiga qarab. Demak, o'sha ko'p ta'liqot bergan bo'lsa 10 betgacha ham ketishi mumkin. U bitta kitobniki. Chunki unda ta'liq bo'lmagan, faqat matnni o'zim beragan. Ya'ni Fuat nima edi? Shuayb Arnovutni ta'liqi ko'p bo'lgan, ko'p kamligiga qarab beti ham farq qiladi. Xo'p. Demak, Musnad Ahmadda demak juzini safhasini beradi dedik. Endi xo'p, bular qaysi bir nimadan foydalangan deydigan bo'lsa, mana javob shuki, anna ba'zi hadis kutubi tubiat tabaatun muraqqamatin muvofiqatin tamaman lil mu'jam. Hozirgi mana bu kitobda berilgan mu'jamga muvofiq bosmalar bor hozirgacha ham. Ba'zilari to'g'ri keladi, ba'zilari to'g'ri kelmaydi. To'g'ri kelgandan yaxshi, to'g'ri kelmasa, demak ozgina qiyinchilik bo'ladi. Lekin kitobning raqamini bilganimizdan keyin, qaysi kitobi tahoratda, kitobi solatdaligini bilganimizdan keyin bular bizga qiyinchilik tug'ilmaydi. Faqat ozgina 1-2 varaq oldinga, 1-2 varaq orqaga qaytasiz, shunisi bor. Masalan, Sahih Buxoriyni taba muraqqaman bima yattafiqu ma'al mu'jam tamaman, lakin tabatuhu bi hadha tarqim kanat ma sharh al-musamma Fath al-Bari. Sahih Buxoriy Ibn Hajar. Demak, Fath al-Baridan foydalangan ekan bular. Va mana shu Fath al-Bariyni hozir nimalarga to'g'ri keladi demoqchi. Sharhi bilan foydalangan. Ha, sharhidan. Mana shu mu'jamga to'g'ri keladigan. Fa in aradta nuskhatan muwafiqatan lil mu'jam fa alayka bi Fath al-Bari tabat sultaniya. Salafiyya allati rattabat kutubaha wa raqam ahadith al-marhum Sheikh Fuad Abdul Baqi. Fuad Abdul Baqi raqamlar bergan Salafiyya bosmasida chiqqan Fath al-Baridan nima qilsangiz bo'ladi? Foydalansangiz bo'ladi. Salafiydan. Bu nimani nomida? Salafiy kutubxonani. Masalan, sen bosmaxonadan chiqqan. Masalan, Ibn Taymiyani bosmaxonasi bor. Masalan, Ibn Taymiya, matbuat Ibn Taymiya deb qo'yadi. Ha? Ibn Kasir bor. Ibn Kasir uncha nima? Ibn Taymiya Salafiyya bo'lsa, bittasi nima bo'lsa aytib beraman. Mana shundan Fathul Boriyni olibdi-da, Fathul Boriy tabat Salafiyya deb yozib qo'yibdi. Fathul Boriy sotib olgan mana shunaqa. Endi aytib, O'zbekistonga olib borsam bo'ladimi, yo'qmi? Aeroportda tekshirsa nima qilaman? Salafiyya degan yozuv bor-ku deb rasa hammadan so'rayapti. Mendan bilmasam deb qo'ydim. Keyin yana bittasi. Aydi Salafiyani o'qishni bilgan odam tabani ham o'qishni biladi-ku, deyapti-da. Xo'p. Salafiyya degan yozuvni o'qishni bilgan odam taba degan so'zni ham o'qishni biladi-ku, deyapti-da. Tabat Salafiyya deb yozib qo'ygan tagiga. Unda xatosi kam deydi-da. Xatosi kam deyishadi, shuning uchun ko'pchilik shuni oladi. Keyin raqamlari mana bunga aytdik-ku, nimalarga to'g'ri keladi. Shunga mendan ham so'rasa, men ham shu xayolim kelmagan ekan. Bilmasam dedim. Hammadan so'rayverdi. Shu olib ketishim kerak, shu olib qo'yganman deb. Keyin Salafiyya degan yozuv o'qishni bilgan tabani ham Salafiyyaga aqli yetgan odam tabani ham farqiga boradi-ku. Ular ham bir narsani tushunadi-ku, deyapti-da. Aeroport tekshirib qolsa nima qilaman? Salafiyya degan joyi bor deb. Shunga o'xshagan. Domlamiz kitob o'qigan ekan, chetdan olgan payt. Apkesi bitta she'riga ham kitob olgan ekan, uni ushashyapti. Qanaqa kitoblar bular desa, keyin domla kerak, bu Qur'on bu kitob desa, Qur'on boshqacharoq emasmi desa, Qur'onni bilmaysizlarmi? 10 xil qiroat bor. 10 xil ko'rinishda yozilishi mumkin Qur'on. Lektorlar kitoblarda bizlar o'rgan ekan, aeroportda domla bor gaplashib. O'tkiz olgan ekan. Ya bizda bo'lgan shunaqa nimada Samarqandda bir ikkita domlalar Chilyosindan qaytib kelayotgan bo'lgan, xatmdan qaytib kelayotgan bo'lgan, menimcha xatmni ushlaganga ushlabdi, mashinadan Qur'on chiqibdi.
Kimdir bunday qarabdi-da, bu Erondan chiqqan Qur'on ekan. Nimaga Erondan chiqqan, o'zimizdan chiqqan Qur'on undan foydalanamiz, Eronnikini ko'tarib yuribsizlar deb rosa olib borib olib kelgan shular. Bo'lgan shunaqa nimalar. Yaqinda bo'lgan. Shu endi nimada bo'lganda bu Erondan Qur'on kelgan haqida Buxoroda ham bor, o'zim Samarqandda ham ko'p edi. Hozirlar ham menimcha masjidlarda bor. Ha? Yo'q, bilmayman. Men o'zim Buxoroda ko'rganman, Samarqandda ko'rganman bu Qur'onni. Erondan chiqqan Qur'on chiroyli. Biz domlalar o'shalarni tekshirardi ekanda. Tekshirishganda ba'zi xato yozilgan jumlalar, atalab xato yozilgan joylar bor. Unisini bilmadim, lekin haqida ko'rganman. Masjidlarda bor, hozir ham bormi yo'qmi? Ba'zi masjidlarda bo'lishi kerak. O'sha Qur'onlar 2000 shu 2007larda bor edi, 2010larda ham bor edi adashmasam. O'sha kitoblar bor edi haqiqatan. Erondan kelgan kitoblar. Mayli. Nima bu kishi shundan foydalangan. Sahih Muslimchi ida arata nusxatan muvofiqan lil mu'jam taman fa hiya tabatu Isa al-Babil Halabi. Misrda birinchi bosmaxonalardan bittasi Isa Babil Halabi deyiladi. Ana shunda hozirlar ham kitoblar chiqadi. Hozir ham gacha nashr qiladi. O'sha eski kitoblarni qayta-qayta nashr qiladi. Ana shu bosmaxona Isa Babil Halabi. Demak, mana shundan chiqqan Muslimda nusxasidan foydalangan demoqchi. Bu zakir muallifning mu'jam fi avval juz avval tarqib mayli. Sunan Tirmizichi esa qisqa o'tib ketaveramiz. Ya'ni biz hozir kunda bu kitoblardan foydalanmaymiz. Chunki kamdan kam bo'lmasa, bilib qo'yishlik uchun. O'taman ala tabatilati haqiqiy Shayx Ahmad Shokir. Juz'ayn minha va haqiqiy Shayx Muhammad Fuadil Abdul Baqi juz salisi va atammaha bi tahqiq rabi' wal khamis al-Shayx Ibrohim demak Atuva Ivaz degan kishi. Demak, mana shu kishilarda bosmasidan foydalangan ekan bular. Sunan Abu Dawudchi desa, ala tabatilati haqiqiy Shayx Muhiddin Abdul Hamid nima tahqiq qilgan odamning tabasidan foydalangan ekan. Muhiddin Abdul Hamidni qanaqa nimasi bo'lsa olingizlar. Mana shu odamni yaxshilab bilib qo'yish kerak. Muhiddin Abdul Hamid Misrda eng oxirgi hozir unaqa nimalar adiblar bo'lmasa kerak, unaqa odamlar bo'lmasa kerak. Bu odam o'zi mana muhaddisligi bor. Uni qaysi kitob tahqiq qilgan bo'lsa, juda chuqur kuchli tahqiq qilgan. Ayniqsa bu nahvda, masalan, Sharh Ibn Aqilni, Qotir Nadani, yana o'sha nima edi? Ajr Rumiya bir qancha kitoblarda tahqiq qiladi, iroblari bilan nimalar, baytlarni, she'rlarni qaysi kitobda qayerdaligini olib kelib joyiga qo'yadi. Masalan, baytni berib ketgan, masalan, Ibn Aqilda bayt berib ketgan, uni kimdir ma'lum, lekin muallifini topib beradi. Bunaqa adib, bunaqa nima hozir bunaqa bilmayman. Nihoyatda kuchli, shunaqa muhaqqiq, adabiyot, lug'at jihatdan nihoyatda kuchli odam o'tgan. Risolada sotyapti. Nimasi mutaxassisligi lug'aviy ekanda. Lug'aviymi? Lekin o'sha hadisda ham qilgan, keyin nimani ham qilgan. Hozir bizda o'qitilayotgan kitob bor, oti nima edi? Sirojiyani. Sharifiyami? O'sha Miros faroizda Sirojiyani sharhi Sharifiyya degan nimani, uni ham shu kishi qilgan. Juda ko'p kitoblar tahqiq qilgan. Ya'ni tahqiq nihoyatda kuchli, ayniqsa lug'at jihatdan juda kuchli tahqiq qiladi bu odam. Sunan Nasoiy. Demak, mana shu odam tahqiqi bilan bo'lsa, olaversangiz ham bo'laveradi. Juda yaxshi nima qiladi. Sunan Nasoiy tu'taman ala tabatin va lakin tabatu Mustafa al-Halabi, o'sha boyagi nima raqam abwabi nusxat. Mustafa Halabi bilan Bobi Isa Halabi ikkovi bitta onovi desam bo'lar. Hozir ikkovi birlashib ketgan menimcha. Aka-uka bo'lgan deyshadi. Ularda Misrda birinchi ochgan yo otasi ikkovsiga ochib berganmi, shunaqa deyshadi, shunaqa. Ikkita bosmaxona bor, Mustafa Halabi va Isa Halabi bor, ikkovsi ham nimada. Sunan Ibn Majah, demak, bular tabat Isa Halabidan chiqqan ekan, bu Shayx Muhammad Fuad Abdul Baqi chiqargan. Sunan Darimi esa tabatul haqiqiy sohibi Shayx Abdullah Hashim Yamani ekan. Muatta esa tabat Isa Halabidan chiqqan Muhammad Fuad Abdul Baqi tahqiqi bilan Musnad Ahmadchi desa to'g'ri ala tabatulati Maymaniya lati suratuhu Beyrut taqaw fi sitt ajzan
Jazzatu va sahabi tabatul mu'jam. Ular mana shu nimalardan foydalanishgan. Endi buni qisqacha o'tib ketdik, baribir ma'lumot uchun. Istaysizmi istamayapsizmi, hozir hamma zamonaviy nimadan foydalanishadi. Endi bu kitob foyda va minus tomonlariga to'xtaydigan bo'lsak, buni ham qisqacha o'tib ketamiz, chunki baribir yamtazu kitob bima yali anahu yumkinu takhruj hadisi minhu duna ma'rifati rawihil a'la, duna ma'rifati awwalihi. Ya'ni biz birinchi turuqda nimani bildik? Hadisni avvalini bilsak foyda berardi, to'g'rimi? Avvalini bilmasangiz, sen bundan hadisni qaysi bir juzini bilib qolsangiz bo'ldi. Yana uchinchi turuqda o'tamiz, rawi a'lani bilishingiz kerak, sahobiyni. Sahobiy, tobiin bilishingiz kerak bo'ladi. Lekin bunda hadisni bir bo'lagini bilib qolsangiz bo'ldi, o'shandan topsangiz, harakat qilsangiz topsangiz bo'ladi. Demak, an ya'riful bahisa ayyi jumlati min al-hadisi bal taktib bi kalimati min kalimatil hadis. Ikkinchi foydasi anahu yadullu ala vujudil hadisi min kitabin kada va yuhaddid makana wujudihi fi hadhihi kitab bi diqqatin. Ikkinchi foydasi bitta kitobimiz bir nechta kitoblardan sizga nimasini chiqarib beradi va yana o'sha joyini, o'sha kitob bobi iloji bo'lsa raqamigacha, safhasigacha beradi. Hammasida bo'lmasa ham, lekin shunaqa beradi dedik. Oldingi o'tgan nimamizda, birinchi turuqimizda u narsalar yo'q edi. Faqat Zag'lulni kitobida bor edi, to'g'rimi? O'sha Zag'lulni kitobidan ham boyagi taqiq vazifa qilib berilgan nimalarda nima sardor siz bundan Jamil Kabirdan foydalanibsiz-ku taqiqda. Bulardan ham foydalaningda, Jamil Azhardan, bulardan o'shani har nimada mukammallashib boraveradi. Takror bo'lishi mumkin, lekin takror boshqa ma'lumotlar chiqsa nima qilasiz? Keyin nimalarni ko'ring, ko'rmagan joylaringizni deydimi? Bir ikkita nimalarda Jamil Kabirda bergan, lekin siz tekshirmagan nimalaringiz bor ekan. Musannaf Abdurazzoq yana nima edi? Abdullah Humaydmidi? Yana bittasi shu 3 ta kitobni ko'ring, mukammallashtirib qo'ying dedim. Asliysida o'shalarni ko'rib qo'shib keling. Yana ko'rib kutubxonamizda bor shu kitoblar. Olib nima qilsangiz bo'ladi. Xo'p. Nima o'sha diqqat bilan bergan. Anahu halala mushkilat Musnad Imom Ahmad va laqad kana al-bahis idha qila lahu hada fi Musnad Ahmad yadiqu zar'an. Ya'ni masalan aytaylik, Jamil Sag'irda, Jamil Kabirda, boshqa kitoblarda Musnad Ahmadda kelgan hamam deb qo'ysa, uni topishni nihoyat qiyin bo'lardi. Birinchi turuq bo'yicha-da, masalan Jamil Kabirda. Uni qayerdan topardik Musnad Ahmadda? Endi sahobiyni bilsak-ku yaxshi. Bilgan taqdirimiz, masalan Ibn Abbos nimasiga bir 3 mujallad ketdi, 3 tom bo'lib ketgan. Abu Hurayranikichi, uniki ham 3-4 tom bo'lib ketgan. Masalan Musnad Ahmadda. Qaysi birini izlab chiqamiz uni? Bu kishi bunda nima qilgan? O'sha muammoni hal qilib qo'ygan. Juzini bergan, betini berib ketgan. Demak, bundan nima qilasiz? 3-4 bet varaqlaysiz, u yoqqa, bu yoqqa chiqadi. O'sha joydan ko'rsatilgan. Idahul kutubus sittati va g'ayriha id yashmul kutubus sittati Musnad Ahmad, Muwatta, Malik Sunandor. Eng asosiy nima? Hadislarning umdasi, qaymog'i mana shu 9 ta kitobda o'shalarni berib ketgan. Xo'p, anahu yumkinu al-isana bihi ila haddin ma fi al-mawdu'ati fa nuram al-kitaba fi mawdu' as-sabr. Masalan, fa بحث عن مادة الصبر فإنه يجد فيها خيرا كثيرا وكذا إذا أراد مثلا موضوع الإيمان والأمانة أو ما إلى ذلك. Hozir nima dedik? Bu masalan ma'ruza qilmoqchisiz yoki bir kichikroq bir kitob risolacha yozmoqchisiz. Umuman bir mavzu haqida siz bahs qilmoqchisiz. Mana shu yerda men aytaman, sabr haqida kitob yozmoqchisiz. Mana shu yerda sabrni izlaysiz. Sabrga tegishli bo'lgan nechta hadis bo'lsa, hammasini sizga nima qilib bitta joyga jamlab berib qo'ygan. Ana shularni hammasini murojaat qilib o'zingizga kerakli sabrga tegishli bo'lgan hadislar hammasini yozib olasiz-da, keyin o'zingizga shundan nima boblarga ajratib bitta kichikroq bir risola yozsangiz bo'ladi. Yo ilmiy bir tadqiqot qilmoqchisiz. Iymon haqida, omonat haqida, umuman nima haqida bo'lsa, mana shu bu sizga nima bo'ladi? Foydasi bo'ladi bu kitobda.
bu bir tomondan nimasi mana shunga nima desam? Demak, siz ertaga bir ma'ruza qilmoqchisiz yoki nima deymiz? Bir ilmiy bahs qilib yoki kimdir sizga bir narsa so'rab qoldi. Demak, mana shunda siz sabrga tegishli bo'lgan narsani sabara, sabbara, asbara va hokazo hammasini berib qo'ying. Sabirun, masburun, demak sabrga tegishli hamma nima bitta joyga jamlab berib qo'yibdi. Ko'rib chiqasizda shu hadislarni o'qib bitta tayyor sizga ma'lumot berib qo'ygan. Nima haqida izlashni, kim nima haqida nima oldi? Ota nima? Berdimi sizlarga? Kursish berdimi? Hanafiy mazhabida hayz masalalari haqida. Hayzni ko'rsangiz, balki mana shundan hayz degan so'zni izlasangiz, o'shanda hadislar bu masalan chiqishi mumkin. Tegishli qancha hadislar topasiz. Kimniki yana hadisga tegishli bo'lgan joylari bo'lsa, endi qadarga tegishli hadislar. qadarga tegishli qadarani izlaysiz, o'shandan qadara, aqdara demak, shu narsalarni hammasini bitta joyda shunday nimasini berib qo'yadi hadislarda. Qadarga tegishli hadislar bo'lsa, sizga toza tushar ekan. Va mana shunga o'xshagan foydalari bor bu kitobda. Endi Kim mas'ul bo'ladi shuni? aytilgan-ku, kim kimga tegishliligini yozgan bo'ladi. Bo'lsa so'rab olasizlar. Bizdan mavzular tanlab olinglar deydi, xolos boshqa. Endi nima qilinadi? Demak, endi sizlar tanlab bersalaringiz, ro'yxat qilib berdingizlarmi? Endi o'shanga biriktiradi-da kim kimligini. Bitta nima qilinadi? Yuqadu alayhi annahu yajma'ul kalimati ala iddati ahadisin kama taqaddama hatta yuhibbu li akhihi man kadaba alayhi mutaammidan. Ya'ni bu kishi nima qiladi? Bitta hadisni bir nechta qismlarga bo'lib tashlaydi. Masalan aytaylik, hatta yuhibbu li akhihini alohida bir joyda beradi, man kadaba alayhi mutaammidan alohida beradi demoqchi. Siz unisini ham hatta habba yuhibbudan ham izlashingiz kerak bo'ladi. Kadaba mutaammidandan ham izlashingiz kerak bo'ladi. U yoqdan ham bu yoqdan ham. Minus tomoni bitta ozgina sizni sarson qiladi. فمن ثم لا يمكن أن يعتمد عليه بالتاسك سيان قصينز بل لابد من الرجوع إلى الكتب الأصلية عندما نشو بيرجعنا كده أصل كتاب لرجيم يعني مراجعة كل شيء نسكره ولاد. إكيد من السمانة فيه نوع تقصير من حيث ترتيب اللغوي تقدم شيء من ذلك. لغة بجهتنا بايع بزايدك نمادي باشده مجرد فيل بيراده كين مزيد فيلlarda رباعي فيلlarda كين اسمlarda nima beradi? Ana shu jihatdan ozgina nima qilgan chalkashliklari bor. Uni ham oldin salbiy izlab ko'rasiz. Qad yasqutu takhrij ba'z al-ahadith allati liyadunna al-insanu annaha laysat fil kutub at-tis'ati. Nima ba'zi hadislar tahriji ham nima qilgan qolib ketgan o'rinlari bor ekan. Ana tahriju min tis'ati kutub faqat. Yana nimani 9 ta kitobga cheklangan. Va holang undan boshqa qancha kitoblar bor. Ulardan nima qilmagan, foydalanmagan. Va hokazo demak nimalari bergan. Bir ikkita misollarni ko'ramiz. Vaqtimiz nechigacha? 20 gacha. 20 gachami? Xo'p, misol o'tadigan bo'lsa, mana kitobda bergan misolda innal malaikata la tadu ajnihataha haligi roja' degan joyini. Bu nimadan beramiz? Innalloh ajnihataha li talibil ilmi ridon bima yasna'u degan. 109-betda. Bu yerda nimani izlaymiz dedik? Ha? Ilmdan izlaymiz deb berdi-da bu kishi. Ilmdan izlaymiz degani 4-juz 330-bet ekan. Bayamiz nima qayerda edi? 4 mi bu? 1-bet ekan, 4. Ha, 330-betni nima qilamiz? Izlaymiz. Men bu yerga yozsa bo'lar ekanmi? Tahrijda xarita chizish bo'yicha gaplashamiz. Vaqtimiz o'zi bugun shundan nima qilgandik, lekin vaqtimiz yetmay qolyapti. Bo'lmasa buni qo'yib turamizda, bunga o'tamiz. Hozir chizamiz siznikini bo'lmasa, kelib tursangiz. Tahrijda birinchi o'rinda nima qilamiz? Tahrijda xarita chizishlikda birinchi bosqich hozir mana bu Mu'jamul Fahrisdan, Mavsuat atrofdan yoki Javomiyadan hozir o'tganimiz.
Jami Sag'irdan, umuman mana shu tahrijga belgilangan kitoblardan bizga qayerda kelgan nimalarni adreslarni topib, adresini beradi va Buxoriyga borib uni nima qilamiz? Har bittasini mana Sardor qilib chiqdi. Shu Wordda tashagan ekan, birinchi o'sha Jamil Javomiyadan olganligini yozgan, birinchi o'rinda. Nima qilamiz? Birinchi o'rinda biz nima qilamiz? O'sha muayyan bir kitobdan yoki bir nechta kitoblardan. Har bitta o'tilgan kitobda o'sha hadisni sizga berilgan 4 ta hadis oldingizmi? Ana shuni nima qilasiz? Har yangi kitob o'tdik. Bugun mana bitta yangi kitob o'tdi. O'shanda bitta tekshirib boraverasiz. Ya'ni o'sha kitobdan siz ijmoliy nima qilasiz? Buni nima deb aytdik biz? Ijmoliy tahrij dedik, a? Ijmoliy tahrij, ya'ni bu sizniki emas, o'sha muallifniki. Keyin kada akhrajahu demak nima deymiz? Kada akhrajahu yoki kada awradahu Suyutiyu fi kitabi Jamil Javomi deb beramiz, to'g'rimi? Yoki kada awradahu kada zakarahu nima edi? Zag'lul, Sayyid Zag'lul oti nima edi? Shu Al-Mu'jam al-Fahri ismidi? Yo'q. Mawsuat atrof hadisda. Mawsuat atrof hadisda. Yoki haligi Jami' Azhar. Kimniki edi? Munoviyniki. Ana shu kitoblarda ana shu falonchi shunday deb bergan deb turib ijmoliy nima qilamiz? Tahrij qilamiz birinchi. Keyin uni ikkinchi o'ringa tafsilisiga o'tamiz. Tafsili nima edi bu tafsilisi? Yechib chiqamiz. Kitoblardagi Shu rumuzlarni hammasini nima qilamiz? Yechamiz. Yechib, yo o'zi mana ijmoliyda ham yechib chiqamiz birinchi. Uni topib, yechib, Axraja Buxoriy fi sahihi kitobi falon deb o'shanda berilgan ma'lumotni yechib chiqamiz. Ikkinchisi tafsiliga o'tamizda o'shani ikkinchi o'rinda o'sha Buxoriyga, Muslimga har bittasiga nima qilamiz? Borib eshikni taqillatib ochib ko'ramiz har bittasini. Bu sizga ijmol adres berdi, siz buni kitobda nima qiling? Hammasini yozib chiqamizmi? Endi bunda sanadi bilan hammasini sanadi o'sha birinchi kitob yo'q. Axrajahul Buxoriy masalan tashavdimi sizlarga? Sardor shuni yaxshi qilgan. Axrajahu al-Buxoriy fi sahihihi, ha? Fi sahihihi kitob al-kitob xo'p, kitob masalan kitobul ilm bob falan fazl ilm masalan raqamul hadis masalan aytaylik 255. Endi chiziqcha qo'yasizda qala il Buxoriy ketaveradi. Qala Buxoriy haddasana falan matn hadis shuni yozasiz. Shunaqa qilib yozamiz? Ha. Tafsili. Ha. Tafsili mana shunga o'tiladi. Va aydan akhrajahu Buxoriy, yana ikkita uchta joy takror Muslim va akhrajahu Muslim, Abu Dovud hammasini shunday bitta nima qilib yozib chiqiladi. Qaysi bir hadisda o'zimiz olibmiz? O'sha 4 ta mana 40 da oldingizmi? 3-bosqich nima bo'ladi? Hammasini nima qilib bo'lganimizdan keyin hammasini nima qildik? Qog'ozga yozib chiqqan. Bu nima uchun kerak? Nuqta virgulcha yozib olishlik. Bu mabodo bir savol tug'ilib qoladi. Oxirida biz jarh va ta'dillarda rijollarga qaraganmiz, falonchi mudallis ekan degan savol chiqdi. Mudallis ekan qaraymiz. Bu an'ana bilan rivoyat qildimi, sarohatan rivoyat qildimi? Haddasa aytdimi yo'qmi? Endi mudallis chiqib qoldi bitta roviyimiz orada. Ana shunda siz yana borib Buxoriyni yana nima titkilab yotmaysiz, uni ochib qayerda edi nima deb turib. Tayyor qo'lingizda bor. Yozib olgansiz mana buni. Tafsil yozib olgansiz, nuqta virgulcha hammasini yozib olgan. Endi bugungi kunda kimda imkoniyati bo'lsa, shunday kopiya qiladi, nimadan olib, printerdan chiqarib, tayyor nima qilib olsangiz bo'ladi. Qo'lda yozib o'tirmaysiz-da. Qo'lda yozganda ham xato ketib qolishi mumkin nima. O'shandan shunday kopiya qilib nimadan izlasangiz agar mobil telefon kam kitobdan bo'lsa endi
kitobdan ko'rib yozasiz. Asosan endi nasihat kitobdan ko'ringizlar. Har bitta kitobda endi borini kutubxonadan yo'g'ini mana PDF-ini tashab beryapman. Bitta muammo buni sozlatib olsak yaxshi bo'ladi. Xo'p, endi 4-inchisi endi nima qilamiz? Chizamiz endi 4-inchisi xarita chizamiz. Xaritani qanday qilib chizamiz? Birinchi o'rinda. Buni o'chirayverdimmi? Chunki nimada berganman oldin ham. Shunda matnda ziyodalik O'shani yozib olasiz, debman-ku. Ha, o'shani matnini-yu, sanadini hammasi nuqta virgulgacha yozib olasiz. Buni oxirida nima qilaman hozir? Eslatasiz menga. Buni joyi bor. Endi bu yerda nima qilaman? Bizga boya men kitobda aytyapti, muayyan Abu Hurayradan bir hadis berilgan. Abu Hurayradan muayyan sahobadan yoki muayyan bir kitobdan siz izlayapsiz. O'sha muayyan umuman hidoyada masalan Abu Dovud rivoyat qilgan deb ketdi. Falon Abu Dovud rivoyat qilgan deb ketdi masalan. Endi qo'limizda mana shu tafsiliy nima qilib Abu Dovuddan, Buxoriydan, Muslimdan bir qancha nimalardan bor. Ya'ni biz aytmoqchi bo'lganim bizda muayyan bir kitobda keltirilgan hadisimiz mavjud. Bo'lsa, o'shanda bizga talab qilinyapti, masalan Abu Dovud rivoyat qilgan. Masalan Abu Hurayra falon degan, buni Abu Dovud rivoyat qilgan deb ketdi, tamom. Demak, biz qo'limizda Buxoriy, Muslim, Abu Dovud mana bor hammasi. Biz birinchi o'ringa mana bu o'rtaga nimani qo'yamiz? Annabiy sallallohu alayhi vasallam dan ketadida xarita chizikda payg'ambarimiz Nabiy chap tomonda bo'ladi. Oxiri Buxoriy, Abu Dovud bu tomonda bo'ladi. Nima buning uchun nima uchun bunaqa desa, nimaga teskari desa? Chunki biz bu yoqdan o'qiymiz-ku. Axraja Buxoriy fi kitob haddasan Buxoriy al-fulan an-fulan qala Nabiy sallallohu alayhi vasallam. Bunaqasiga o'qiladi-ku. O'shaning uchun chizishlikda bunaqasi chiziladi. Ana kompyuterda yozganda ha, shuni ham kimdir ochib qo'yingizlar, shuni ham ko'rsataman. Shuni o'zi o'ng tomondan boshlab yozadi. Ha, mana bu yerda kompyuterda qilingan, kompyuterda bilmadim, o'sha ko'pchilik bunaqasi qilgan ekan. Kompyuterda farqi yo'q. Bunaqa qilsangiz ham, bunaqasi qilsangiz ham. Endi biz o'qishda ko'proq mana shunday o'rganganimiz uchun shunaqa qilgan yaxshiroq menimcha. Yo'q, aytganim chap tomondan boshlash qanday bo'ladi kompyuterda demoqchi. Ha, bilmadim. Endi unisini kompyuterda mutaxassislik. Mayli. Endi bizga o'sha Abu Dovudni o'rtaga qo'yamiz. Masalan, dal, mana sanadini beramizda an-fulan, masalan, dal va hadisini berib qo'yamiz. Masalan, 555. Hujjatlarni yozib chiqish kerakmi? Yo'q, bu yerda faqat raqamini berib qo'yasiz, bo'ldi. Nima silsiladagi? Ha. Mana rijollar beriladi-da hammasi. Masalan, hozir qora kalma chizamiz deb. Ko'pmi sizniki? Qisqaroqmi? 1 minut qoldi. Mayli, 1 minut qolganmiz. Kimda dars? Mahmudjon, ozgina kutib turadi. Keling, yozing. boshqatdan ham yozaman mana shu. Mayli, yozingchi. Men bu yerda gapirib turaman. Siz yozavering. Shahlandi. Ya bu kishi endi muayyan Abu Dovuddan falon kitobdan muayyan sahobiyadan kelgan bo'lsa, muayyan kelmagan. Sahobiy nomi bor deylik, Abu Hurayra, lekin muayyan kitobdan bizga vazifa berilmadi. Ya'ni o'sha kitobda Abu Dovud demadi. Abu Hurayra shunday rivoyat qildi deb berdi. Deb bergan bo'lsa nima qilamiz? Unda biz o'zimiz zonnimiz bo'yicha eng sahihini topishga harakat qilamiz. Masalan, Buxoriy, Muslimdan bo'lsa, eng sahih kimniki? O'shalarki bo'ladi. Sanad jihatdan sahih demak. Buxoriy, Muslim yo'q. Abu Dovud bor, Termiziy bor, Ibn Bojja bor, Bayhaqi bor, nimalar bor? Endi nima qilamiz desa, bu yerda sahih kim? Buxoriy, Abu Dovud, Termiziylardan bittasiniki zonnimiz bo'yicha eng nimasi bo'ladi? Sahihrog'i o'shalarki hisoblaymiz. Matnda xafa bo'lganlar. Yo'q. Matn bir-biriga ma'no bir xil bo'lishi kerak. Bu yerda bizga muayyan bir kitobdan topish vazifa qo'yilmagan paytda. Mana Abu Dovud rivoyat qildi deb ketdi. Demak, biz buni birinchi o'rinda Abu Dovudkini qo'yishimiz kerak bo'ladi, dedik-ku. Abu Dovud demadi, bizga faqat Abu Hurayra rivoyat qildi deb keldi. Demak, unda Abu Hurayra hadisini 10 ta kitobda bergan ekan. Biz o'shani eng sahihini markazga qo'yishga harakat qilamiz.
Mana bu yerda aytdim, shohidlarini beramiz. Shohidlari aytaylik, Abu Hurayra ham berilmadi bizga. Faqat hadisda avvali berildi. Roviysi ham berilmadi Abu Hurayra. Undan nima qilib? Anasdan berilgan Abu Hurayra izlaganimizda Anasdan chiqdi, Abu Hurayradan chiqdi, Alidan chiqdi, bir qancha sahobidan chiqdi. Bundachi desa, bunda ham biz nima qilamiz? Biz zonnimiz bo'yicha eng sahirog'ini topishga harakat qilamizda, bu yerda biz Anasnikini qo'yishimiz ham mumkin, Abu Hurayranikini qo'yishimiz ham mumkin. Zonnimiz bo'yicha eng sahihini tanlashga harakat qilamiz. Bu qaysi zon ko'pincha Abu Dovud eng nimalar Buxoriy Muslimdan keyin turadiganlar qaysi? Abu Dovud, Termiziylar. Ana shularnikini imkon qadar qaraymiz. Ibn Majahnik ularnikidan sahihroq bo'lishi mumkin. Rijollar tekshirish kerak ekan. Yo, hali tekshirmasa oldin zon bo'yicha. Hali tekshirsak u aniq bo'ladi keyin. Imkon qadar shuni nima qilish kerak? O'zimiz taxmin qilib qo'yishga harakat qilamizda, keyin nima qilamiz? Xarita chizishga harakat. Keyin boyaga o'tganda Ulug'bekni nimasini ham chiqaruvdim. Ulug'bekka Shuni chiqarish kerak. Haqiqatda chiqish kerak. Mana bulardanmidi? Ha, shu yerda. Kattaroqlik. Mana shunida. Bu Ismoilni bir nechta o'rinda zikr qiluvdi. Ismoilni bir nechta o'rinda zikr qilgandi. Ana shu yerda aytdiki, buni nima qilishimiz kerak? Ilojimiz takror kelish kerak emas. Bittani mana bu yerda Ismoil, men buni bitta chiqarib Ismoil dedimi? Qolgan Ismoillarning hammasi mana shundan tarqatib ketaverish kerak edi. Ismoil, ikkita Ismoil, uchta Ismoil. Isroil qilib qo'yibdi. Ya Isroil degani. Isroil. Mana shu Isroildan Malik ibn Ismoil rivoyat qilgan. Isroil. Mana shu Isroildan 1 2 ta 3 ta. Mana buni 4 ta bo'ladi. Demak, mana shuni o'zidan 4 ta nimani shoxcha chiqarish kerak edi mana shu yerdan. Chunki nimamiz madorini bilish kerak bizga. Demak, ha, har bitta nimani ha? Mador Isroil bo'ladi. Ha, mador Isroil bo'ladi. Mana shunaqa nima qilib ketish kerak bo'ladi. Imkon qadar xarita chizishlikda nimasi shu foydasi bitta joyda jamlash kerak. Bob yozilmabdi. Qayerda? Yo, raqam hadis berasiz, dedimi? Boblarni yozsangiz ko'payib ketadi-da. Yo'q, uni siz boyagi birinchi chiqarib yozib olganingizda bor hammasi. O'shani diqqat bilan nuqta virgulcha yozib oling debni boshida. Ko'chirib olasiz hammasini. Ana shunda bor sizga. Bu yerda bitta ishkal bo'lib qolsa ham, o'shanga bitta qarab olaverasiz. Chunki u sizga doim kerak bo'ladi. Birinchi o'rinda demak, o'sha ijmoliysini, tafsilisini hammasini yozib chiqasiz. Xo'p. Men bu yerda masalan bir ikkitalar bor edi, san'at darajasida nima qilganda, o'zim hayron qolganlarim ana shuni ochayapman. Endi agar shunaqa qila olsalaringiz, shunaqa qilsalaringiz ham bo'ladi. Kim? Endi buni internetdan olganman, sizga ko'rsatish uchun ochaqay. Mariyan nomli aytib Chiqsin-da. Ko'rmadingizmi, qiziqib ham. Kichikroq bo'pti-da. Ha? Bu hadis mana nimani olib kelib men jurnalni o'qib kelibman-da. Ana Abu Dovudda 7-hadis ekan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam nima qildi? Karah istiqbol qiblati inda qada nimaga qiblaga bavul qilishlikda, va qiblaga qarashlikda bobdi. Lekin o'sha hadis 7-hadis ekan Abu Dovudda. Salmon payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam rivoyat qilib, u kishi Abdurrahmon rivoyat qilyapti-da. Abdurrahmondan Mansur Ibrohim rivoyat qilyapti. Ibrohimdan Mansur Amash rivoyat qilyapti. Amash bu muksirul hadis nima bo'ladi? Haligi Amashning juda ko'p shogirdlari bor. Vaqiy rivoyat qilgan. Vaqiydan tarqa Duraqi, Amr ibn Ali, Ahmad to'g'ri rivoyat qilgan, Ibn Abi Shayba to'g'ri rivoyat qilgan, Ali ibn Muhammad ibn Majja. Buni Duraqiga Xuzayma, Nasoiy, Bazzarlar nima rivoyat qilgan. Bu kishi haligi bir san'at bir nima qilib chiqaribdi. O'zi aslida bunday men bu yerga olib kelsa bo'lardi. Sig'may qolgani uchun, varaq sig'magan uchun tepaga chiqargan. Fantaziya. Amashda nima qilyapti? Ibn Numayr rivoyat qilgan, Ibn Numayr Abdulloh ibn Ashaj, uni Xuzayma.
Mana bu Ibn Huzaym bu yerda bu takrorlanish nimasi yo'q, farqi yo'q. Roviylar takrorlanmashi kerak. Ibn Numayrdan Hasan ibn Ali Ibn Munzir rivoyat qilgan. Matnni keltirmabdi-yu, hadisda. Ha, bu yerda matn bermabdi. Men o'sha Abu Dovuddan borib yozib qo'yganim bor edi, olib kelmabman-da nimani narigida. Yuxosa alayhi. Matnni berish. O'zi asl matnni tepaga beradi, nimada? Mansurdan, Ibrohimdan Mansur rivoyat qilyapti. Mansurdan Sufyon, Shu'ba ketdi. Bular Ibn Majah, Muslim mana raqami bilan berib ketyapti hadislarni. Ahmad Abu Dovud 7-hadis degan matnda. Ha, hadis 7-berib ketdi. Shunga murojaat qilasizda. Men bir nimada bergan. Mana bunaqa agar bunaqa qilib chizsalaringiz ham bo'ladi. Ibn Majah shunda 2 marta rivoyat qilgan bo'ladimi? Ya Ibn Majah, ha. Mana Muslim, mana bu yerda Muslim Amashni turuqidan ham rivoyat qilyapti. Muslim Mansurda mana Ibrohimdan Amash, Ibrohimdan Mansur rivoyat qilyapti. Muslim bu yerda bu turuqdan ham rivoyat qilyapti Muslim. Bu ham bir xil bo'lib qolibdimi deyman? 316. Raqamni to'g'ri, shunaqa bo'lib qolibdi. Raqamlar bo'lar ekan, qachonki ular bitta raqam ostida masalan bir rivoyatda bunaqa deb ketgan. Tahvil bo'lsa, bitta bo'lib ketadi. Tahvilda ham keyin ko'rdim. Ha, tahvil qilgan ekanmi? Yo'q, ayni buni emas, shuni bo'lar ekan. Bo'lishi mumkin ha. Men Ibrohimdan tahvil qilgan bo'lsa bo'lishi mumkin. Ibrohimdan bu yog'i tahvil qilgan Amash ketyapti, buni yana tahvil qilib Ibrohimga birlashtirgan bo'lishi mumkin. Muslimda bilamiz nima qilib ketyapti? 262 262 nimani bitta nimani hadislarni beraveradi takrorda. Masalan, Muslim ham 262 Muaviyadan mana diqqat qiling, Muslim 2 marta rivoyat qilgan. Muaviyadan o'rtada Ibn Abi Shayba kim Muslim. Muaviyadan keyin Yahya Muslim. Bu boshqa ketyapti. Nasai Kubroda boshqa. Men bu yerda qayerda Muslim bor edi. Yo'qmikan? Qayerda bo'lgan? Ibn Majah. Men bu yer Ibn Majah, Ali ibn Muhammaddan ketyapti 300 bu yerdan. Demak, mana shu yerda yana ko'rsalaringiz bo'ladi. Mana shunaqa nimalarni izlab topdim-da. Xo'p. Payg'ambar hadis matni nima ekan? Man a'talillahi va man alillahi abudallah faqat istakmala iymon. Aha. Ikkita sahobadan ketyapti. Abu Umomadan, Sahl ibn Mu'adh an abihidan. Ikkita turuq Zabbon va Abu marhum bo'lishi kerak. Bundan Zabbon ibn Lahiyadan Imom Ahmad. Yana bu yerda Abdulloh ibn Yaziddan yana 3 kishi rivoyat qiladi. Bittasi yana Imom Ahmad, Abbos ad-Duri, yangisi As-Sari ibn Xuzayma. Abbos Duridan Termiziy, Sunan Termiziyda keltiryapti. Raqammi bu nima? Raqam, hadis raqami joyda. Bundan Muhammad ibn Solih, undan Imom Hokim rivoyat qilib Mustadrakda keltiryapti. Hokimdan 2 kitami? Ha, Muhammad ibn Solih. O'rtada Muhammad ibn Solih. Entepada Abu Umomadan Yahya ibn bitta ketgan ekan. Muhammad ibn Shuayb, Muhammad ibn Fadl. Dan Imom Abu Dovud rivoyat qilgan. Bu bizga 4-chi nima bosqichimiz bo'ldi. Endi 5-bosqich, boyaga taqribda olib kelmabman. U taqribda endi bu taqribga ishonch yo'q. Taqribda Ibn Hajar Asqaloni o'zining xulosasi hisoblanadi. Tahzibda xulosa qilgan. Lekin Tugarakda bugun xolasangiz bugun, ertaga xolasangiz ertaga kutubxonaga o'tirib tahzib bor, tahzib kamol bor. Kutubxonamizda 2 ta kitobim bor. Ana shundan har bitta mana bu rijollarni nima qilib topib, masalan, u Al-Fayd bo'yicha berilgan o'sha rijol kitoblaridan jarh va ta'dil qoidalarini o'qib yodlab olgansizlar. Ana shu har bitta rijollarni o'qib, bitta ko'rib, mana aytaylik, beringlar. Qizil bo'lsa qizil rangda berish, boshqa rangda berishingiz kerak. Masalan, aytaylik, mana buni siqa deb yozib chiqamiz. Siqa. Masalan, aytaylik, mana buni Sodiq. Ibn Lahiya yerda nima ekan? Zaif. To'g'rimi? Zaif. Demak, bu sanadimiz nima bo'ldi? Ahraju Ahmad bi sanadin zaifin li nima qilamiz? Li ajli Ibn Lahiya deb qo'yamiz.
yoki bo'lsa axroj Ahmad fi sanadihi ibn Lahiyata va huwa zaifun deb qo'yamiz. O'sha tahrij zid kelib qolsa-chi kitobni o'ziga kelib qolsa. Yo, mana aytibsiz-da. Umumiy hukmda oxirida qilaman. Mana bu siqa, mana bu aytib Sodiq bilan siqa ketdimi Ahmadda. Va axroj aydan Ahmad falon raqamda beryapti. Bu 628, 617 ekan. 38 ekan. Keyin Ahmad yana keldi. Mana bu hadisni nima deb hukm qilamiz mana bunga? Zaif walakin walahu shahidun min tariqi kim? Abdullah ibn Yazid. Abdullah ibn Yazid min nafsil imam sanad Musnad Ahmad walahu shahidun min tariqi nima? Ahmad mana shu tariqidan bor deb qo'yamizda. Mutoba deymiz. Shahid emas u, mutoba. Shohid. Mutoba bor ekan. Tepadagi Mana bu shohid bunga. Walahu shahidun oxir deymiz. Walahu shahidun Sunan Abu Dawud min falan agar bular hammasi sahih bo'lsa, bu bilan nima va injabara deymiz yoki injabir yoki irtafa nimasi nimaga ko'tarildi deb aytamiz. Janjabir zafuhu demak mana mutobasi bor, shohidi bor. Demak mana shu nimalar bu 5-bosqich bo'ladi bu. Buning uchun biz kutubxona o'tirib, boyagi tahzibul kamolni tahziblarni olib, rijollar bitta ko'rib chiqish kerak. Endi bu 5-bosqich. 6-bosqich ham bor. Haligi kim so'rovdi? Sardor so'radi. Nima uchun bu tahlil deb nomlandi? Fanda tahlil deb nomladik dedingiz. 6-si nima bo'ladi? Har bitta roviyni qisqacha tarjima holi yozib chiqiladi. Agar mukammal haligi tahrij qiladigan bo'lsak-da, men bu yerda tashabbam yo'qmi? Yo, nimasini ko'rsatuvdim, qog'ozini bir sizlarga. Bitta hadisga bir 50 bet nima qilgan? Bahs qilgan. Ana shunda mana aytib, har bitta mana roviylarda qisqacha tarjima holi yozib chiqiladi. Hadisda berilgan g'arib so'zlar, bu yerda qani man a'ta lillahi nima ekan? Va mana lillahi abag'ada lillahi faqat istakmal imanu. Bu yerda g'arib so'z yo'q. Bo'g'izni berishingiz mumkin g'arib so'zga. Yoki iymonda lug'aviy, islohiy, iymondagi aqidaviy ixtiloflarni berishingiz mumkin. Taqiqda. Mana shu bahs qilishingiz mumkin buni boshqa nimalarni xohlasangizda yoki qisqaroq beribdi buni aqida kitoblariga murojaat qilib qo'yasiz, masalan. To'liq nima taqiqda. Endi bu tahrijdan o'tib taqiqga o'tyapsiz-da. Mana shu yergacha tahrij tugadi, hukmlar berdingiz. Bu hadis mana bi majma turuqihi sahih dis. Mana bu zaif bor ichida, zaiflari bor, boshqa lekin majmuasi bilan nima deymiz buni? Sahih deymiz, masalan. Oxirgacha ko'rmadik hali. Mana 6. Ko'rganingizdan ketin, endi bunga nima qilasiz? Bu 7-si men fiqhiga, hadis fiqhiga o'tasiz, 7-si. 6-si 6 bo'ldim, 7 bo'ldim, xullas nima? Mayli. Mayli, necha bo'lsa ham, ya'ni biz nima qildik endi buni? Chuqurlash haligi fiqhi hadisni fiqhiga o'tyapmiz. Lafzlarda g'ariblarni beramiz, roviylar haqida, ya'ni 7-si roviylar haqida beramiz, keyin bu g'arib hadislarni beramiz, g'arib lafzlarni, keyin bu hadisni fiqhini oxirida mana hadisdan olinadigan foydalar, aqidaviy, fiqhiy, lug'aviy nimalarni hammasini bahs qilinadi. Endi u nimalar? Ha. Bitta hadisda shuncha ish bo'ladi. Masalan, Abdufatto Abu G'uddani, hozir Muhammad Avomani, yana kimlar bor? Muhammad Ahmad Shokirni, yana kimlar bor? Abdulmajid. Yo'q, ularda unaqa hali ko'rmadim. Ana shularda mana bu qilgan ishlarda xuddi mana shu narsani ko'rasiz. Bitta hadisni nima qilib gapirib, boshqa nima qilib chiqishadi. Va mana shunaqa darajaga yetsangiz haqiqiy emas, muharrij bo'lasiz. Shoyib Arnovutni qilgan ishini mana ko'rsalaringiz, tahrij beradi. Falon turuqda, falon kitobda uni shohidi bor, falon joyda uni shohid mutabolari bor deb beradi. Keyin hadisdagi g'arib so'zlarni berib ketadi. G'arib so'zlarni berib ketadi, shular bilan, lekin fiqhiga nimalari kirmaydi. G'arib so'zlarni beradi. Ha? 6 darajada qilmasa kerak. Ha, endi asosan bizga hozir talab qilingan narsa 2 yilda mana shunga yetib berish. Endi bu yog'i boyagi aytganimiz, endi u sizlar magistr ishlarda nimalarda qilasizlar. Nima shu yerda darsimizni tugatamiz. Ikkinchi turuq tugadi. Xudo xolasa keyingi darsda 3-chi turuqda nima qilamiz?
vazifalar esdan chiqmasin. Men Sardorga nima qilib, keyingi darsda Sardor chiqadi, qora aka mana yaxshi nima qilibdi. Keyingi darsga o'zi majbur qilib beraymi? Kim chiqadi ixtiyoriy? Kim shuna qilib keladi keyingi darsga? Sizdan jurnal bo'yicha Muhiddin. Sardor o'zi haqiqatan jurnal bo'yicha shunday tartib bo'lib ketdi. Bo'lmasa Muhiddindan keyin kim? Sizmi? Ikkalaringiz? Yo'q. Ikkita qilib chizasizlar-da ham. Shuna majburlamasak bo'lmayapti. Oson-ku, bir hafta nimangiz bor. Ekranlarda ko'raylik. Sardor ham chiqadi keyingi darsda. O'zingizni aytayapti, PDF qilib, mana bunaqa doskaga tayyorlab qo'yasiz, chiqib gapirasiz. Mayli bo'lmasa darsimizni shu yerda tugatamiz. Keyingi darsga salomat bo'linglar.